Mana shunaqa qilib axlatlarni tashlasak, ertaga olib ketishadi. Mana bizda Koreyada mana bunaqa mebellarni ham tashlash uchun juda katta pul ketadi. Endi katta pul degani ham qancha pul ketadi? Kattada baribir. Mana bunga o'ziga 4,000. Mana bunisiga 7,000, 5,000, 12, 40,000. Oho, katta pul. 40,000, 10,000. Har biriga pul berib tashaladi. Har mana plisoslargacha. O'shaning uchun har narsani olish kerak emas. Hech narsa olish kerak emas. Kerak emas narsani olish kerak emas. Hammasi pul, mana ko'rsanglar, hammasini pulga tashlagan. 40,000, voy dod. Bular hammasi bir bo'lib $200, $300 ketgan buni axlatga tashlashga.